Assalomu alaykum, xayrli kun azizlar. Bitta ma'lumot ulashgim keldi. Oldin videoni ko'ringlar. Bu holat yaqin bir ukamiz oilasida bo'ldi. Uylanib farzandli bo'lgandan keyin ozgina bularga sehrdan sinov keldi. Lekin Allohning izni bilan sababini qilishdi, alhamdulillah yaxshi bo'lib ketishgan hozir. Ayoliga sehr turlaridan sehrul maroz deydi, ya'ni kasal qiladigan sehr qilingan. Ya'ni u ayolning bir tarafida qattiq og'riq bo'lgan. Aynan eshikning tagiga tashlab ketilgandan so'ng ham ayol kishini ichki liboslari. Shu uchun doimiy ravishda ko'chaga chiqayotganimizda hech yo'q, bismillahi tavakkaltu alallohi deb keyin chiqaylik. Kirayotganimizda ham bismillah deb keyin kiraylik. Mabodo Alloh saqlasin eshigimizda shunga o'xshagan narsalarni topib uni tashlab yormaylik. Ko'pchilik aytadi, men suvga oqizib yordim, tashlab yordim, yoqib yordim. Yo'q, azizlar, buni mutaxassislarga olib borib, ya'ni ruqya qiluvchilarga, o'zimiz yaqin atrofimizda bilgan ruqyalarga olib borib buni botil qilishlik kerak. E'tiborsiz bo'lmasligi kerak, chunki bu ko'rinmaydigan qattiq balo bo'ladi. Alloh barchalarimizni Alloh o'zi saqlasin. Salomat bo'linglar.